Testa canlısı. Asalhanları eğer beylep baktı ki, beylep baktı. Billahi ki kızlar ko'rmagan mi kızlar? Yo'q. Beylep baktı. Nima uchun shunday bo'ldi? Hozir endi hamma internetda shov-shuv qilganga oilalar ko'payib qolib bala-batar qilyapti. Keyin Marat Xayrlayevich so'rayapti, "Bor. Nimaga sizlar xoromadilaring?" dedi. Men qan oltda bo'lsam aytardim. Buni enasi yo'q, ena bo'lmagan uchun shunday bo'lyapti. Ya'ni ayasi, onasi yo'q. Otang bilan enang oldingda senga kababasta bo'lib turibdi, orqangda turibdi, hamma sharoitingda qilib turibdi-ku, o'qi hozir. Men otasi va enasi bo'lmasa, va ota boshqa uylarga ketgan, ena yo'q. Og'imga baylab, 1 yil baylab qo'yib, hech kim xoromadi, yo'q-ku. Otang bilan enang bor, orqangda turibdi, tamam, o'qi, yaxshi o'qi. Hozir sen erkakling darsi otang bilan enang borligi uchun. Ana shu seni orqangda turganligi uchun. Agar ular seni orqangda turmasa, erkakliging hech kim ko'tarmaydi. Tushuntirmayapman? Ha, og'imga baylab qo'yibdi, hech kim xoromabdi. Yo'q. Hatto chaqaloq qilibdi, hech kim bilmabdi-ku. Chunki ona yo'qda. Hamma ota-ona sog' bo'lsin. Ota-onani davrida o'qib, o'ynab o'singizlar. Bo'ldi.